blogerlarga o'zlari murojaat qilib, bugungi jabrlanuvchilar o'zlari masalalari hal bo'lishi umidida murojaat qilib, shuncha ish qilganiga qaramasdan, yaxshilikka bir yomonlik tarzida mana shunaqa postupать qilishgan, mana shunaqa ishlarni qilishgan. Kimdan so'ragan bo'larding adajoninglarning chiqishlariga? Mana qarab. Xudodan. Xudodan so'raymiz. O'zbek xalqida bitta maqol bor, oxir baxayr bo'lsin degan maqol bor. Agar oxir baxayr bo'lib, do'stimiz Sirojiddin Media meni o'rnimda turib intervyu berayotganda sizlar intervyu olsanglar, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Bo'lgan narsalar emas, uyushtirilganligi shunday aniq-tiniq ko'rinib turibdi. Hatto oddiy bir ma'lumoti yo'q odamlar ham shu xulosaga kelyapti. Bu holat bo'yicha sudyaga tashakkur etamiz. Sirojiddin Mediani oilasi bilan ko'rishtirdi va hozirgi holatda Jizzax shahar IVSiga olib ketishmoqda. Men xolis inson sifatida aytamanki, qo'rqsin, oxiratdan qo'rqsin bunaqa tuhmat qilayotganlar. Delani bir soxta yasalgan holatlarni hidi kelyapti. Sirojiddin ukamizga ozodlik, sog'lik, salomatlik, oila bola chaqasini oldiga eson yetib olish tilakdoshimiz. 3 ta bolamni bunaqa meni oilamni tiklanishiga, oyoqqa turishiga mana shu hozir tumadagi Sirojiddin akam sabab bo'lgan. Shu gaplarni eshitib turib ham, agar shu narsalarni mana guvohi bo'lib turib ham Sirojiddin Odilovga tuhmat qilayotgan nomard pastkashlar shu ishda davom etsa, albatta Allohning buyuk jazosi borligiga qattiq ishonaman. Sog' bo'linglar, salom. Umid qilamizki, Sirojiddin Azilov to'liq oqlanadi. Qisman emas, to'liq oqlanishi kerak. Sudga taqdim qilgan ishiga afsus, afsus, afsus deyman xolos. Jizzax shahar jinoyat ishlari bo'yicha sud binosiga bugun yana tashrif buyurdik. Aynan Sirojiddin Medianing bugun sud jarayonlari. Sud bilan avvalgi birinchi majlisda ham aytgandek, juda ijobiy deb, hozirgi kunda mana ko'rdik, tashkiliy ishi ham qo'ldan kelgancha tashkillashtirgan. Mana eng katta zalidan sud majlisini joy qilgan ekan. Mana yarim odam sig'may qolgan bo'lsa ham o'sha zalga qolganlar tikka turib bo'lsa ham yordamga ma'naviy qo'llab-quvvatlash kelgan ekan. U barchaga ham rahmat. Sud shu ishlarni ham tashkil qilibdi, erkin. Bunga juda rahmat deymiz. Bu protsessual jihatiga yondashadigan bo'lsak, sudning mazmuniga hali kira olmaymiz, chunki hukm chiqishi kerak va qonuniy kuchga kirishi kerak. Lekin tashkiliy jihatiga rahmat. Sud aynan barcha jinoyat protsessual kodeksining barcha qoidalariga amal qilyaptilar. Buning uchun shu Jizzax sudiga, Jizzax shahar sudiga rahmat aytamiz. Endi hozir mana sudning ikkinchi kuni asosan jabrlanuvchilar bilan savol-javob bo'ldi. Savol-javob doirasida ya'ni o'sha o'zimizga tegishli javoblarni oldik biz. Ya'ni bu yerda prokurorimiz ham haqiqatan aniqlash uchun to'liq yaxshi savollar berdi. Ya'ni ishda mazmundan o'rganib chiqqani sudyani hamda prokurorni savol-javobidan ko'rishimiz mumkin. Endi tashkiliy mana hozir hamkasbim aytgandek, tashkiliy jihati ham yaxshi. Mana ancha odam keldi, ya'ni 1050 dan oshiq odam keldi protsessga. Zali ham katta ekan. Hamma sharoitlarni yaratib berildi. Shahrusbek, bugun mana guvohi bo'lamiz. Sirojiddin Medianing ikkinchi sud kunlari, ya'ni ikkinchi proses davom etyapti. Sud holati bo'yicha o'zingizni fikrlaringizni aytasiz va shuni ta'kidlab o'tamiz kuzatuvchilarimizga, aynan Sirojiddin Mediani ya'ni jamoat himoyachisi sifatida qatnashyapsiz sudlarga. Xuddi shunday Abdurahmon aka Tashanov bilan birgalikda jamoat himoyachisi sifatida qatnashyapmiz. Bundan tashqari yana 4 nafar advokatlarimiz Sirojiddin akani himoya qilishyapti. Jami 7 nafar himoyachi. Sud protsessiga keladigan bo'lsak, Abdurahmon aka Tashanov yaxshi fikr bildirdilarki, blogerlarga o'zlari murojaat qilib, bugungi jabrlanuvchilar o'zlari masalalari hal bo'lishi umidida murojaat qilib, shuncha ish qilganiga qaramasdan, yaxshilikka bir yomonlik tarzida mana shunaqa postupать qilishgan, mana shunaqa ishlarni qilishgan. Bu yerda juda ham bir uyushtirilgan delani, bir soxta yasalgan holatlarni hidi kelyapti. Hali sud tergovi to'liq yakunlanmaganligi uchun hozircha bunga oydinlik kiritmaymiz. Ertaga qolgan guvohlarga bunga oydinlik kiritish mumkin bo'lgan, qolgan bir shaxslarga bosim bo'lmasligi uchun umid qilamizki, Sirojiddin Azilov to'liq oqlanadi. Qisman emas, to'liq oqlanishi kerak. Muzokara so'zimizda batafsil bayon qilamiz.
Bu holat bo'yicha sudyaga tashakkur etamiz. Sirojiddin Mediani oilasi bilan ko'rishtirdi va hozirgi holatda Jizzax shahar IVSiga olib ketishmoqda. Oilalariga yondashamiz. Kuzatuvchilarimizga aniq holat bo'lishi uchun aytib o'tamiz. Sirojiddin Median, ya'ni Sirojiddin akani 3-farzandlari. Salohiddin isming bolam? Salohiddin adingni ko'rdim. So'rash oldingmi? Salom berdingmi? Adingni sog'indingmi? Qachondan beri Adijoningni ko'rmaysan? 3 yildan beri. Adijoningga hozir gapirdingmi? Salom berdingmi? So'rash oldim. Nima deding adinglarga? Va alaykum assalom, qalaysan dedi. Dedilarmi? Adingni sog'inding bolam? Nima xohlarding? Qara, bolajonlarning duosini Allohim eshitadi-da, Salohiddin. Allohdan duo qilib nimani so'ragan bo'larding bolam? Dadam. Nima qilsinlar deding? Narsa olib bersinlar, yonimda yotsinlar. Yoningga kelishlarini, akalaring ham, ukang ham sog'inishdimi Adijoningni? Tez kunlarda Adijoning yoningga chiqishlarini xohlaysanmi? Kimdan so'ragan bo'larding Adijoninglarning chiqishlariga? Mana qara. Xudodan. Xudodan so'raymiz, Duo qilib Allohdan so'raymiz. Aynan shu jajji farishtamizni, bolajonni otasini, ya'ni yoniga qaytishini guvohi bo'lamiz. Bola 3 yil deb muddat aytyapti. Sababi bir kun ham farzand uchun uzoq muddat. Hech qaysi bir farzandga ota-onasini o'zidan yiroq qilishi nasib aylamasin. Jonim bolam. Sen ko'p so'ragin, xo'p, Xudodan bo'ptimi? Namoz o'qiysan? Ha? O'qimaysan? Tasbih o'qiyman. Tasbih o'qiysan. Tasbih o'qiganingda Allohdan so'ragin, Adajonimni eson-omon bag'rimizga olib kelib bergan Allohim deb so'ragin, xo'p? Xo'p. Xo'pmi? Xo'p. Shunda Xudo xolisa Adajoningni shu yerdan olib ketamiz, bo'ptimi? Bo'pti. Bugun Sirojiddin Medianing sudiga bir nechta emas, salkam 40-50 nafar xolis kuzatuvchilar ham tashrif buyurdi. Ularning ko'pi ekranlarimizga chiqishdan endi uyalishadi, xijolat bo'lishadi. Bular ham xolis kuzatuvchi sifatida kelishgan. Aka, o'zingizni tanishtiring. Farg'onadan keldim deb aytdingiz, Men Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidanman, singlim. Men kelishimning sababi qani shu mana shu Sirojiddin Mediaga to'plangan materiallar qay holatda sud jarayoni o'tarkan, qani buni hamkasblaridan bormikin bu joyda, buni hamsheriklari bormikin yo bu Sirojiddin Mediani yolg'iz qoldirib qo'yibdimi degan nuqtai nazarda keldim. Lekin mana bu joyda bir 20 dan ortiq bloger jurnalistlarni ko'rib men hayron qolyapman. Endi sud jarayoniga qarasak, haqiqatda sudya janoblari, lekin hech bir ko'rmadimki, men ko'p sud jarayonlarida qatnashamas edim. Mana shu respublikamizda barcha sudlarda qatnashaman. Demoqchimanki, sudada bir g'araz bel ko'rinmayapti-da, xolislik bor-da, yuzida qandaydir tabassum bor-da. Bir o'zini men kibrga berilganini ko'rmadim, bu bir. Lekin haqiqatda bu kuni kecha haligi Otabek aka bilan Jahongir aka bu Sirojiddin haqiqatda o'zgarib qopti, ancha o'zini sog'ligi boshqacha bo'lib qolgan dedi. Men shunga ishonmay singil keldim haqiqatdan. O'zingiz guvohi bo'lgan Haqiqatdan ko'rdim. Haqiqatda ancha Sirojiddin Media ilgarigi holatda emas. Haqiqatda endi mayli bir baribir oila sog'inchi bor bu joyda. Endi bu narsani to'g'ri tushunish mumkin. Lekin men hozir bu joyda ko'ryap turgan joyim mana bu nima deydi, jabrlanuvchilarni gapirgan gapiga to'g'risi men Bag'dod turib gapirib yuboryapman. Sudya har bitta meni harakatimga stolga taqillab tinchlik saqlansin deyapti. Bittasi aytadi, uyni kim qurgansan desa bilmayman deydi. Lekin Sirojiddin Mediaga bunday joylarda o'tirish hech bu to'g'ri keladigan holat emas. Men bir mana ko'p blogerlarni ko'raman. Haqiqatda mana haligi bir ichimizda bloger aka ham aytdi, odamlarni o'zi murojaat qilib blogerlar shunaqa qora kunga qolyapti-da, qo'yingki. Lekin o'sha davlat tashkilotlari shuni shu blogerlarsiz o'zlari bajaradigan vazifani qilmagandan fuqarolar shu nimalarga murojaat qilyapti moqchiman, blogerlarga. Kim blogerlar boshini kundaga qo'yib o'sha yerga boradi, 3-4 kundan keyin kechirasiz singlim, mana bundaqa bugungi gap ertasi kunga boshqacha bo'lib ketyapti. Lekin uzr, sog' bo'ling.
ishlaringga omad. Mana Sirojiddin Medani ham uyga qaytib, mana shu yerda ballari ham mana shu yerda yuribdi. Hammasi o'zini bag'riga borib, hammasi bitta uyda, bitta jam bo'lib yurishini so'rayman. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana bugun Sirojiddin Mediani navbatdagi sud jarayonini tugab chiqib turib muhokama qilib turib biza mana bu sud jarayonida borishida umuman sud jarayonini borishi hammasi bir pozitiv taassurotlar qoldiryapti. Bu sud raislik qiluvchi advokatlarimiz, bundan tashqari prokuror ham hattoki nima qilib turib bugun 5 ta jabrlanuvchi so'roq qilindi. Bularni sud tergovi davomida bergan javoblari, nimalari ko'pchilikni hayron qoldiryapti, kuldirib yuboryapti. Даже shunaqangi ahvolda nima qilib turib bu hamma bu nima qilingan, o'ylab chiqilgan degan taassurot qoldirilyapti. Hammasi nima qilib turib bu bo'lgan narsalar emas, uyushtirilganligi shundoq aniq tiniq ko'rinib turibdi. Hatto oddiy bir ma'lumoti yo'q odamlar ham shu xulosaga kelyapti. Endi mana shu narsalarni o'ylab qaraydigan bo'ladigan bo'lsak, endi shunchalik ichki ishlar xodimlari, bu tergovni olib borgan mutaxassislar ertaga sud jarayonida qanaqa qilib buni yetkazaman deb turib, shuni o'ylaganiga bu juda savodsizlarcha olib borgan bu narsalarni buni odam hayron qolmasdan iloji yo'q. Faqat bularni qilgan ishiga, bularni sudga taqdim qilgan ishiga afsus deyman xolos. Mana bugun demak Jizzax shahar sudida Sirojiddin Media ishi bo'yicha jabrlanuvchilar tinglandi. Sud tergovi natijalari bo'yicha albatta biz mas'ulmiz, ochiqlay olmaymiz ma'lumotlarni, lekin shunga qaramasdan bitta narsani aytishim mumkin. Biz o'sha Samarqand viloyat sudi, Qo'shrabot sudidan mana shu Jizzax shahar sudiga ishni olish so'rab, Oliy sud rahbariyatiga kirgan edik va juda ham to'g'ri qilgan ekanmiz. Men demak Oliy sud raisining birinchi o'rinbosari Usmonov janoblariga shaxsan minnatdorchilik bildiraman, chunki nihoyatda bizani adolatli sudga tashladi. Biz hozirda hamma protsessual tartiblarga amal qilgan, adolatli, gumanizm tamoyillariga bir asoslangan sudda hozir kurashayotganimizdan nihoyatda xursandman. Nima uchun adolatli? Birinchidan birorta odam tashqarida qolgani yo'q. Masalan, 100 ga yaqin odamlar hozir sudga kelgan bo'lsa, bular hammasini zalda qatnashish imkoniyatini berdi. Hatto biz ozgina tartibsiz haligi tinglovchilarimizni ham kechirgan joylari bo'ldi. Boshqa joylarda bunaqa bo'lmaydi. Shuning uchun biz har bitta savollarimizni takror berishimizga ham qo'yib beryaptilar. Bu nihoyatda ham yaxshi. Chunki mana Jizzax shahar sudi menimcha hozir bugun odil sudlar tizimiga bir qanaqadir bir naqsh bo'ladigan darajadagi sud majlisini olib boryapti. O'zbek xalqida bitta maqol bor, oxiri baxayr bo'lsin degan maqol bor. Agar oxiri baxayr bo'lib, do'stimiz Sirojiddin Media meni o'rnimda turib intervyu berayotganda sizlar intervyu olsanglar, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Aziz o'zbekistonliklar, bugun Sirojiddin Media taxallusi ostidagi ukamiz Sirojiddin Odilovni sudi Jizzax shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudida bo'lib o'tdi. Men hech kim taklif qilmagan, o'zim xolis bo'lib kelib qatnashdim, o'z ko'zim bilan ko'rmoqchi bo'ldim. Ko'rdim. Sud jarayonlarini unchalik qonunlarni yaxshi tushunmasam ham, lekin ijobiy natijalar olib chiqdim. Sud yaxshi bo'lib o'tdi. Avvalambor shu Sirojiddin ukamiz bola chaqasini oldiga eson-omon borishiga tilakdoshmiz, va duodamiz oilamiz bilan. U yigitni qo'yilgan naqasiga qo'yilgan ishlarni men bo'lmagan deb hisoblayman. Agar mendan so'rasa, o'z fikrim bu. Lekin mana jabrlanuvchilar savol-javob bo'ldi, boshqa bo'ldi. To'g'risi ularda ham bola chaqa bordir, atrof muhit, mahalla bordir. Lekin ularning gaplarini hammasini men hech bir qonuniy anaqaga bir asoslanmagan deb o'ylayman. Bu tuhmat deb o'ylayman. Uyushtirilgan deb o'ylayman. Ko'p gapira olmayman. Qisqasi Sirojiddin ukamizga ozodlik, sog'lik, salomatlik, oila bola chaqasini oldiga eson-omon yetib olish tilakdoshimiz. Gulnor opa, bizga ma'lum bo'ldiki, aynan Sirojiddin Media sizning ham murojaatlaringizni yoritgan ekanlar, to'g'rimi? Hozir mana sud jarayoniga qatnashdingiz, ularga qo'yilayotgan ayblovlarni ko'rdingiz. Siz o'zingiz nima degan bo'lardingiz? Xolis murojaatchi yoki xolis inson sifatida? Men xolis inson sifatida aytamanki,
qo'rqsin, oxiratdan qo'rqsin bunaqa tuhmat qilayotganlar. Men hozir qarasam sudda mana bu ikkinchi sudimiz, qatnashimiz. Internet olamida meni ko'pchilik taniydi. Sabab Sirojin akam video anaqalarida men bundan 5 yil avval chiqqanman oilam bilan. Juda ham dahshatli yashaganmiz haqiqatda. Xo'janimning ikkita buyragi qurigan, 3 ta qizcham bilan podvallarda yashaganman uy-joyim yo'qligida. Sirojin akamni izlab bor tasodif bo'lib qolib Sirojin akam bilan tanishganman. Hech narsasiz, hech kim birinchi ko'rishimdan holatimni eshitib, eng oxirgi cho'ntagidan pullarni ham chiqarib berganda. Birinchi ko'rishimda murojaat uchun sizdan qancha so'mma so'raganlar? biror so'm so'ramagan. O'zini cho'ntagidagi bor pulim mana ekan deb biror narsa olib yurib turinglar deb shu pullarigacha berganda. Pul bermasangiz murojaatingizni chiqarmayman degan holatlar bo'lgan. Hech ham unaqa emas. Hech ham bu hammasi yolg'on. Bu gaplarni aytib hozir bunaqadiga chiqib sudga qamoqlarga tiqib tashlagan odamlar oxiratdan qo'rqsin deyman. Qo'rqsin, bu balki tazyiq ostidadir, balki uyushtirilgandir. Bu bilmayman qorong'i, lekin mana sudlarga qatnashib ko'rishim natijasida bu hech qanaqa bularning gaplari bir-biriga to'g'ri ham kelayotgan gap emas. Hammasi noto'g'ri. Oxiratdan qo'rqsin. U kursidagi o'tirganlar ham bir-bir ham qolib ketmaydi. Borayotgan joyimiz bitta. Haqiqiy Sirojin akam qanaqa? Chindan adolat izlab, chindan haqiqat izlab qonunlar bilan yurayotgan odam. Men o'zimni xulosam, qonunni bir parchasini faqat qonun deb yurgan odamni bular hozir tiqib qo'ydi. Boshqa hech narsa emas. Sirojin akam 4 ta o'g'li bor. Dadasi faqat qonun tarafda yurgan. Hozir 4 ta bola bilmem qanaqa qonun bunaqa narsalarga adolat yo'qligiga bularni anaqasida yaxshi anaqa bo'lmaydi-da. Siz eng yaxshi muomala qilayotgan, sizni ko'nglingizni ko'tarayotgan juda ham yaxshi, juda ham yaxshi odam. Mana meni qarindoshlarim ko'rar, ko'pchilik. Agar menda meni ukam o'g'li qamalgan 4 yilga. Yaqinda Sirojin akam sudi bo'lyapti. Lekin men bormadim. Mana shu yoqqa nimaga? Men eng qiynalgan paytim 3 ta bolamni manaqa meni oilamda tiklanishiga, oyoqqa turishiga mana shu hozir turmadagi Sirojin akam sabab bo'lgan. Men mana shu yoqqa keldim. Bundan keyinlar ham kelaman. Hech ham bunaqa noto'g'ri xayolga bormanglar. Sirojin akam bunaqa yomon odam emas. Juda ham yaxshi odam. Maytdagi tuhmat qilib, aniq aytaman, tuhmat qilib anaqa qilayotgan odamlar qo'rqinglar Xudodan, oxiratdan qo'rqinglar. Agar shu gaplarni eshitib turib ham, agar shu narsalarni mana guvohi bo'lib turib ham Sirojiddin Odilovga tuhmat qilayotgan nomard pastkashlar shu ishda davom etsa, albatta Allohning buyuk jazosi borligiga qattiq ishonaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Bugungi sud jarayonimiz ham o'z yakunini topdi. Aynan jabrlanuvchilarni barchasi kerakli savollarimizga javob berdi deb o'ylaymiz. Aslida-chi, bunga sud yakunida albatta xolisona javobimizni beramiz. Keyingi sud jarayoni 27-iyul sanasi 12:00 ga belgilandi. Sirojiddin Medianing xolis kuzatuvchilari, sevimli kuzatuvchilari, siz ham bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Sizlarni albatta kutamiz. Albatta, kelish imkoniyati cheklangan bo'lgan muxlislarimiz esa albatta kommentariyada o'z fikringiz va izohlaringizni qoldiring. Bizni kuzatishda davom eting.